Shoshiling, O'zbekistonda hozir e'lon qilindi. Assalomu alaykum tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu haftada qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9 fevral ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda. Ba'zi joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-11 fevral ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat 8 fevral kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 darajalik bo'ladi. 9-10 fevralda 2 daraja sovuq, kunduz kuni 5-10 darajalik bo'ladi. 11 fevral kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 2 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 fevral yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevral ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-11 fevral ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. 9 fevral esa 20-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat 8 fevral kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 13-18 darajalik bo'ladi. 9 fevral kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. 10-11 fevral kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida esa 8 fevral kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 darajalik bo'ladi. 9-10 fevral kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 5-10 darajalik bo'ladi. 11 fevral kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 2 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 fevral yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevral ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-10 fevral ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. 9 fevral esa 20-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat 8 fevral kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. 9 fevral kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. 10-11 fevral kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 fevral yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevral ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-11 fevral kunlari 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. 9 fevral ba'zi joylarda 20-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat 8 fevral kuni 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 15-20 darajalik bo'ladi. 9 fevral kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. 10 fevral kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-11 fevral kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 8 fevral kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni esa 7-12 darajalik bo'ladi. 9 fevral kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. 10-11 fevral kuni kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda. Yo'lga chiqishda ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolamiz. O'zingiz va oilangizni asrang.